Aka, nima o'tirish bu? Uzr. Bu reklama qilayotgan narsalaringiz bu daniylarni aytmayapsiz ekan, rasxod qilishlarini, pullarini. Garantiyasini ham aytmabman ha. Aytmabsiz-da. Xudoim esdan chiqib qolibdi uzr akalar. Ko'p gapiraman, lekin ba'zida qaysi joydan boshlab qaysi joyda tugatishni to'g'ri bilmay qolaman. Akalar, dushimiz qolgan ma'lumotlarni undan oldingi videodan olasizlar. Bu videoda narxini aytaman. Dushimiz 60 litr suvni o'ziga sig'diradi. Ekonomishni 2 kW tok tortadi-da va faqatgina shu ishlagan vaqtda tok rasxod qilganlik hisobiga bir oyda 30 so'mdan 50 so'mgacha rasxod qiladi maksimum. Lekin bo'lsa ozroq foydalanadigan bo'lsa haftada 2 marta, undan ham ozroq bo'ladi rasxodi. Keyin garantiyalarni aytib eng qizig'i, buzilib qolishligi, boshqasi, xudo xolasa, xuddi shunaqa dushlardan o'zim cho'milib katta bo'lganman. Birinchi olinganlari hozirgacha 10 yildan oshdi, hozirgacha ishlab kelyapti. Agarda buziladigan bo'lsa, biz 1 yil garantiya beramiz. 1 yildan keyin buziladigan bo'lsa ham servis xizmatlarimiz bor. Xizmat bekor bo'ladi, unga berishi zapchastga pul to'lanadi 1 yildan keyin. 1 yilgacha besplatni bo'ladi hammasi. Endi bo'lsa, qaranglar. Mana korpusni aytadigan bo'lsak, qaranglar mana. Plastik, tashiyan plastik. O'rtada vakuumi bor, suvni siqalib turadi. Teni o'chadi, qachonki nasos ishlasa. U nima degani desiz, qachonki siz cho'milayotganingizda ten ishlamaydi-da va tok urish holatlari вообще bo'lmaydi, qo'rqmaysizlar undan. Adresimizni aytmoqman. Adres Qorasuvda, Qorasuv bozori yonida. Abdulloh Atabayev kim desanglar, hamma ko'rsataveradi uyimizni xudo xolasa. Alloh yo'q, boshqasi yo'q. Qirg'iziston Luboy joylariga besplatni dostavkalarimiz bor. Qirg'izcha o'zbek tilida hammasi bir chekkadan ketaveradi akalar.